Assalomu alaykum, hurmatli talabalar va tinglovchilar. Men Shahrisabz davlat pedagogika instituti informatika va uni o'qitish metodikasi kafedrasi o'qituvchisi Rahmatov Sherqo'zi Olimovichman. Bugungi mavzumiz kompyuter tarmoqlari va turlari haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'lamiz va kompyuter tarmoqlari turlari degan mavzuni sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, bunda ozginagina reja tuza olamiz, ya'ni kompyuter tarmoqlari turlari, lokal tarmoq, mintaqaviy tarmoq, global tarmoq va internet tarmoqlari haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'lamiz. Kompyuter tarmoqlari haqida gapiradigan bo'lsak, kompyuter tarmoqlari o'zaro axborot almashish imkoniyatlarini beruvchi qurilmalar va majmualar kompyuter tarmoqlari deyiladi. Tarmoq turlariga keladigan bo'lsak, hozircha biz biladigan 3 ta tarmoq turlari haqida gaplashamiz, ya'ni lokal tarmoqlar, mintaqaviy tarmoqlar, global tarmoqlar haqida tushunchaga ega bo'lamiz. Lokal tarmoqlar LAN Local Area Network bir xonadagi binodagi uncha katta bo'lmagan hududlarda kompyuter tarmoqlari, ya'ni 2,5 kilometrgacha bo'lgan masofadagi birlashtiradigan kompyuterlar bo'ladi. Mintaqaviy kompyuter tarmoqlari ya'ni bir-biridan ancha uzoqda joylashgan kompyuterlar va lokal tarmoqlar o'zaro bog'lanadi. U katta shahar, iqtisodiy mintaqa va alohida mamlakatlar doirasida abonentlarni o'ziga olishi mumkin. Global tarmoq, bu global tarmoqni biz juda ham yaxshi bilamiz, lekin global tarmoq deb atamaymiz, ya'ni turli mamlakatlar yoki qit'alarda joylashtirilgan abonentlar birlashtiriladi. Bunga hali yana bir qaytamiz, ya'ni internet tarmog'i hisoblanadi. Ana endi lokal tarmoq haqida gapiradigan bo'lsak, lokal tarmoqlar bir binoda yoki bir binoda yaqin binolarda joylashgan kompyuterlarda o'zaro axborot almashish imkoniyatini beruvchi tarmoqlar hisoblanadi. Lokal tarmoqlar xususiyatlari haqida ozgina gapiradigan bo'lsak, lokal tarmoqlarda kompyuterlar orasidagi masofa yaqin bo'lganligi bois telefon kanallaridan foydalanmasdan axborot uzatish tezligini oshirish mumkin. Lokal tarmoqlarda axborot uzatish uchun axborotni marshrutlash va seleksiyalash lozim bo'ladi. Lokal tarmoqlar xususiyatlari haqida qisqacha gapirib o'tadigan bo'lsak, ya'ni marshrutlash bu kerakli manzilga axborotni blogini uzatish yo'lini aniqlash jarayonidir. Seleksiyalash bu tegishli manzildagi axborotni, ya'ni saralash demakdir. Lokal tarmoq xususiyatlari lokal tarmoqlar seleksiyalash orqali axborotlarni bir abonent tizimidan boshqa tizimga uzatishni ta'minlaydi. Tarmoqdagi kompyuterlar katta miqdordagi ma'lumotlarni saqlash, izlash, murakkab va hisoblash, modellashtirish dasturiy ta'minotini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ma'muriyat tizimlari tarmoqlarni boshqaradi. Kommunikatsion tizimlar abonentlar tizimlar orasida axborotlarni uzatish uchun marshrutlash va bog'lanishlarni kommunikatsiya qilish vazifasini bajaradi. Mintaqaviy tarmoqlar haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, mintaqaviy tarmoqlar bir tuman, viloyat yoki respublika miqyosida kompyuterlarni o'zida mujassamlashtirilgan tarmoqlardir. Mintaqaviy tarmoqlarda misol ko'rsatadigan bo'lsak, ya'ni lokal tarmoqlarni bir binoning ichida yoki bir xonaning ichida qilinadigan bo'lsak, mintaqaviy tarmoqlar mamlakat, ya'ni viloyatlar orasida qilishi mumkin. Mana binolarimiz orasidagi joylarni ko'rishimiz mumkin, ya'ni shaharlar orasida ishtirok etishi mumkin bo'ladi. Endi global tarmoqlar haqida gapiradigan bo'lsak, buni har kuni ishlatadigan, o'zimiz shu global tarmoqdan foydalanamiz, lekin global tarmoqligini bilmasligimiz mumkin. Buni atalishi global tarmoq, ya'ni internet deyiladi. Ya'ni dunyoning ixtiyoriy davlatdagi kompyuterlarni o'zida birlashtirish imkoniyatiga ega bo'lgan tarmoqlar bu global tarmoq, ya'ni internet tarmog'i hisoblanadi. Kompyuter tarmog'ining tarkibiy qismlari haqida gaplashamiz. Kompyuter tarmoqlari abonenti tarmoqlarda axborotlarni yuzaga keltiruvchi yoki uni iste'mol qiluvchi obyektlardir. Stansiyalar axborot uzatish va qabul qilish bilan bog'liq vazifani bajaruvchi obyektlardir. Kompyuter tarmoqlari tarkibiy qismlari, ya'ni abonent stansiya birgalikda abonent tizimini deb ataladi. Abonentlarning o'zaro aloqasini tashkil etish uchun fizik uzatish muhitini mavjud etadi. Xo'sh, fizik uzatish degan jumlaga ozgina qisqagina aytamiz. Ya'ni bu fizik uzatish degan muhiti elektr, radio yoki boshqa simlar yordamida amalga oshiriladigan aloqa kanallari ma'lumotlarni uzatish, qabul qilish qurilmasidir. Axborotlarni uzatish tezligi bo'yicha qisqacha gapirib o'tamiz. Ya'ni ma'lumotlarni uzatishni kichik tezligi, bunda ma'lumotlarni uzatish tezligi 10 dan, ya'ni 100 gacha kilobit bo'ladi.
ma'lumotlarni uzatishni o'rtacha tezligi bundan ma'lumotlarni uzatish tezligidan birdan bir necha o'nlab megabayt, ya'ni diapazonda bo'ladi. Ma'lumotlarni uzatishning yuqori tezligi bunda ma'lumotlarni uzatish tezligini ya'ni 100 dan ortiq megabit va gigabit diapazonda bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ya'ni bundan murakkab bo'lgan analizaga qaytamiz. Rahmat.